Zo'r turgan so'ringizni bonus qilib beramiz. Xo'p do'stlar, sizlarga Samarqand qishlog'idan, Indomni to'g'risidan, ro'parasidan 7-8 sotiklik uy-joy topib qo'ydik. Bu uyni olgan odamga 150 tut teragi bor ekan. Kesib sotasizlar, yo'lga ko'tarib qolasizlar. Uyga kirishga iloji yo'q. Izbir bor ekan. 8 sotikda 7 ta xona bor, ya'ni 2 ta xonaga o'rin joy bor ekan. Bemalol kiz olsangiz bo'ladi, lekin terakni sotib olish kerak. Bu terakni sotib olgandagi o'zingizning alohida sotib olasizlar. Egasi mazza qilib yashayman deb qurgan ekan. Va remontiga pul qolmabdi. O'shani sotuvga qaror qilibdi, dom olib yashashar ekan. Xohlasangiz domga barter bo'ladi, faqat sotib turib pulini olib kelib bersalaring, naqa sotishadi ekan. Bu uyni sotib olsalaring, uyda lekin chiroq yo'q. Chiroqni yoqish uchun qarzni uzish kerak ekan. O'shani svet uzib ketishgan. Bemalol uyni sotib olib, svet qarzini uzib, bemalol yoqaverasizlar. 8 sotikda 7 ta xona. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi, faqat naqd pulga sotib olsa, bo'lmasa bankrot bo'ladi. Yosh oilalarga mana tayyor mebellar bilan do'stlar, kelmaymiz, bu yerda pardozandozini qiladi va yugurib bu xonaga kiramiz. Bu yerda spalni. Spalnidan keyin endi dushovoylar bor ekan, o'zi hammachindi. Olgan odam baraka topan ekan. Xo'p do'stlar, bu hashamatli va shinam uyimizni narxini 57 ming qilib qo'yishibdi do'stlar. 57 ming narx sanab olgan odamlarga mana shu zo'r turgan so'ringizni bonus qilib beramiz.